Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mening ismim Sarvinoz G'ayratovna, vrach-akusher-ginekologman. Bugun sizlar bilan birinchi modulga kirishamiz. Bizning mavzuyimiz ayollar gigiyenasi bo'ladi. Gigiyenadan ko'ra nima osonroq bo'lishi mumkin deb o'ylashingiz mumkin, lekin ishlaganim sari har bir ayol kishi yo'l qo'yadigan xatolarni ko'ryapman. Bir xillarda ayollar bu ishlarni reklamani deb qilishlari mumkin yoki o'rtoqlari maslahat bergani uchun yoki prosta shunday qilishga o'rganib qolishganligi uchun. Shuning uchun biz bugun sizlar bilan asta-sekinlik bilan o'zimizga qanday parvarish qilishimiz kerakligini o'rganib chiqamiz. Eng asosiysidan boshlaymiz. Intim gigiyena bu top-tozalik emas, bu balans haqida. Sog'lom ayolda qin ichida o'zini bakteriyalari bo'ladi. Ular laktobakteriyalar deyiladi. Ular tayoqcha shaklida bo'ladi. Ular qin ichida kislotali muhit yaratadi va qinni har xil bakteriyalardan himoya qiladi. Bu sistema bizning yordamimizsiz ham juda ham yaxshi ishlab keladi. Lekin agarda biz yanada tozalik xohlab, agressiv gellar bilan yuvib yoki sovunlar bilan yuvishni boshlasak, aromatizirlangan prokladkalar ishlatsak, bu balans buzilishi mumkin. Bunday holatlarda laktobakteriyalar o'lishni boshlaydi. pH kislotali muhit surilishni boshlaydi va u ishqoriy muhitga o'tishni boshlaydi. Bizni ajralmalarimiz o'zgaradi. Laktobakteriyalar o'ladi. pH ning kislotali muhiti ishqoriy muhitga o'tishni boshlaydi. Xalq tilida moloshnitsa, yallig'lanish deb atalgan holatlar yuzaga kelishni boshlaydi. Siz ushbu iborani eslab qolishingizni xohlagan bo'lar edim. Intim zona steril bo'lishi kerak emas. Men ayollardan gigiyenasi haqida so'raganimda ko'pincha menga shunaqa javob berishadi. Men o'zimga juda ham yaxshi qarayman. Har kuni sovunlab yuvaman yoki intim gel bilan yuvaman. Qinim bilan yaxshilab yuvib, tozalab chiqib ketaman. Bu aslo noto'g'ri. Keling, biz ajratib olamiz. Qin bu ayol organizmini ichkaridagi trubka hisoblanadi. Biz u yerga kirmaymiz, u yer o'zi tozalanadi. Bizni ishtirokimizsiz ham. Biz tashqarisini tozalashimiz kerak bo'ladi. Lekin bu holatda ham faqatgina suv va yumshoq vositadan foydalanishni o'zi kifoya qiladi. Ichkariga hech nima kirishi kerak emas. Na sovun, na gel, na suv, spritsevaniyalar ham qilish kerak emas. Bular mumkin bo'lmasa, unda nima qilish kerak? Keling gaplashamiz. Aslida jinsiy a'zolarni bir kunda ko'p marta tozalash shart emas. Bir martagina yetadi. Agarda issiq kun bo'lsa, sport zalga borgan bo'lsangiz, unda 2 marta kifoya. Yaxshisi bir marta tozalang va to'g'ri tozalang. Ko'p marta tozalab, noto'g'ri tozalagandan ko'ra. Endi nima bilan tozalashimiz kerak? Oddiy sovun, gel dush, penkalar to'g'ri kelmaydi. Ular ishqoriy hisoblanadi. pH kislotali muhitni buzadi, shilliq qavatni quritadi va kerakli bakteriyalarni o'ldirib tashlaydi. Intim zona uchun maxsus yumshoq gellardan foydalanishga harakat qiling. Ularni pH ga e'tibor bering. pH 3.8 dan 4.5 gacha bo'lishi kerak. 3.8 dan pasayib ketishi yoki 4.5 dan oshib ketishi mumkin emas. Gellarning ichida sut kislotasi, romashka ekstrakti, aloe bo'lsa yaxshi bo'ladi. Intim zonani tozalaganda gubka, machalkalardan foydalanmasdan qo'l bilan yuvgan yaxshi. Yuvib bo'lgandan keyin sochiq bilan shunday qilib suvlarni so'rdirib olgan yaxshi. Qattiq artish kerak emas. Yana bir narsa, intim gigiyenada ko'p kishi e'tibor bermaydigan narsa, bu qaysi tarafdan qaysi tarafga qarab tozalash kerak. Hech qachon orqadan oldinga qarab tozalamang. Oldi tarafni doim oldiga qarab, orqa tarafni doim orqaga taraf. Ikki mikroflorani aralashtirish kerak emas. Agar orqa tarafdagi bakteriyalar oldi tarafga o'tsa, ular kasalliklar chaqirishni boshlaydi, yallig'lanish bo'ladi va balans buziladi.
Iltimos, intim gigiyena qilish vaqtida suvni qattiq naporda jinsiy a'zolarga yo'naltirmang, ayniqsa ichkariga, chunki u suv kerakli bakteriyalarni olib chiqib ketishi mumkin. Yuvingandan keyin hech qanaqa aromatizatorli salfetkalar, fenlardan foydalanish kerak emas. Faqatgina hidsiz sochiq ishlatsangiz bo'ladi. Kundalik hayotimizda ichki kiyim ham juda ham katta ahamiyatga ega. E'tibor bering, ichki kiyimingiz tabiiy matolardan, paxtadan yoki ipakdan qilingan bo'lsin. Sintetika kiyish mumkin emas. Ko'pincha agarda ayollarda ajralmalar bilan muammolar bo'lsa, gigiyena yaxshi tutilgan bo'lsa, bu ichki kiyim bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Sintetikali ichki kiyimni faqatgina bir xil kunlarda tanlab kiysangiz bo'ladi. Boshqa kunlari tabiiy matolardan tanlaganingiz ma'qul. Kiyimingizga ham e'tibor bering. Agarda siz tor shim kiygan bo'lsangiz va sintetikali ichki kiyim kiygan bo'lsangiz, unda parnikoviy effekt hosil bo'ladi va havo aylanmaydi. Bunday holatda balans buzilib ketadi. Ichki kiyimni yuvganda unga alohida shampun ishlating, konditsioner ishlatmang va qurigandan keyin albatta dazmollashga harakat qiling. Bu infeksiyalarni eng oddiy profilaktika usuli hisoblanadi. Keling endi kundalik hayot emas, balki boshqa holatlar haqida gaplashamiz. Masalan, jinsiy aloqadan keyin yugurib borib sovun bilan hamma joyini yuvish shart emas. Faqatgina suv bilan yuvinsa yetadi. Keyingisi homiladorlik davri hisoblanadi. Homiladorlik davrida ko'pincha ayollarda mikroflorasi o'zgaradi, pH ozgina suriladi va bu paytlarda juda ham ehtiyotkor bo'lish kerak. Intim gellarni tanlaganda ularni pHiga e'tibor berish kerak. Addushkalar, paflar bo'lishi kerak emas ularning ichida. Homiladorlik vaqtida ham odatdagidanda ko'proq yuvinish shart emas. Har kungidek yuvinsangiz yetadi. Kundalik prokladkalarni har kuni ishlatishdan voz kechgan ma'qul. Chunki ular vaginal mikroflorani buzadi. Ularni faqatgina hayzdan ozgina oldin va hayzdan keyingi ajralmalar chiqayotganda ishlatgan ma'qul. Keling endi menopauzadagi ayollar haqida gaplashamiz. Ularni gigiyenasida neytral pHli intim gellarni ishlatish mumkin. Chunki ularni yoshida estrogen gormoni tushib ketadi va vaginal pH 5-6 gacha ko'tarilishi mumkin. Sport bilan shug'ullanganingizda, ayniqsa issiq kunlarda cho'milganingizda ichki kiyimingizni tezda almashtirishga harakat qiling. Namlik bakteriya va zamburug'larga ko'payish uchun muhit yaratadi. Iltimos, cho'milganingizdan keyin kupalnikingizda ko'p vaqt qolib ketmang. Uni tezroq almashtirishga harakat qiling, chunki undagi namlik sizdagi balansni buzib tashlaydi. Keling, sprintsevanyalar haqida ham gapirib o'tib ketamiz. Buni menimcha onalarimiz qilishgan, lekin hozirda ayollar bunday usuldan foydalanishmaydi. Aytib o'tganimdek, qinga hech nima kirishi kerak emas. Hatto suv ham. Suv kirsa, kerakli bakteriyalarimizni yuvib o'tib ketadi. Xalqimiz orasida har xil ajralmalar paydo bo'lganda o'rtoqlar har xil tamponlar qilishni maslahat berishi mumkin. Bu aslo noto'g'ri narsa hisoblanadi. Bunday tamponlarni qo'ymang va ishlatmang. Keling, sizga intim gel tanlashni o'rgataman. Aytib o'tganimdek, intim gellarda agressiv pavlar bo'lishi kerak emas. PAV bu поверхностно активное вещество. Agressivlarga nima kiradi? Keling ko'rib chiqamiz. Masalan, SLS, sodium lauret sulfat, kokamidopropil betain. Bularni intim gellarni ichida ingrediyentlarida ko'rsangiz, ularni sotib olmang. Ikkinchi qarashimiz kerak bo'lgan narsa bu intim gellarni pH'i. Ularni tushuntirib o'tdim. Keling, marketplace'larimizda mashhur bo'lgan intim gellardan bittasini ko'rib chiqamiz. Birinchisi Aqua, bu suv gelda bo'lishi mumkin. Bu to'g'ri. Ikkinchisi SLS, sodium lauret sulfat, buni aytib o'tdik. Bu bo'lishi mumkin emas intim gellarda. Uchinchisi bu yana biz aytganimiz kokamidopropil betain turibdi. Bu ham agressiv pavlarga kiradi. Bu bo'lishi kerak emas. Keyingisi disodium lauret sulfosuksinat, disodium, coca,
amfa diasetat. Bular yumshoqroq pavlar hisoblanadi. Bular bo'lsa bo'laveradi. Keyingisi natriy xlor, tuz. U xavfsiz hisoblanadi. Keyingisi kokamid D, bu emulgator, stabilizator hisoblanadi va intim gellarda bo'lmagani ma'qul. Keyingisi lactic acid, sut kislotasi, olive fruit extract, zaytun ekstrakti va aloe vera leaf gel, aloe ekstrakti hisoblanadi. Bular yaxshi ingredientlar hisoblanadi va ular intim gellarda bo'lishi maqsadga muvofiq. Keyingisi stiren, akrilat kopolimerlari, citric acid, bular ham xavfsiz hisoblanadi, lekin parfyum bu addushka hisoblanadi. Juda ham katta minus. Bu bo'lishi kerak emas intim gellarda. Va keyingilari metil xlora izotiazolinon, metil izotiazolinon. Bular juda ham qattiq konservantlar hisoblanadi. Ular yuvilmaydi. Ular intim gellarda bo'lishi mumkin emas. Baho beradigan bo'lsak, ushbu intim gelga men 3 baho qo'ygan bo'lar edim. 10 dan. Endi keling, siz tanlashingiz kerak bo'lgan intim gellarni ichida nima bo'lishi kerakligini ko'rib chiqamiz. Birinchisi har doimgidek suv, keyin glitserin. Glitserin bu bizga kerakli bo'lgan moddalardan bittasi hisoblanadi. Keyin sodium koka amfa asetat, lauril glikozid, sodium kokail glutamat, sodium lauril glukoz karboksilat. Bular juda ham yumshoq pavlar hisoblanadi va ular intim gellar uchun ideal hisoblanadi. Keyin glitserin, propilen glikol, pantenol, urea, maltodextrin, manitol ko'ryapmiz. Bular intim gellarda namlikni ushlab qolishga yordam beradi. Keyin biz ko'rishimiz mumkin, buni ichida prebiotik va probiotiklar ham bor ekan. Lactobacilli fermentlari, glukona laktonlar, ular bizni intim muhitimiz uchun juda ham yaxshi muhit yaratib beradi. O'simlik ekstraktlaridan aloe ekstraktini ko'ryapmiz. Bu ham juda katta plus. Konservantlardan sodium benzoat, fenetil spirt ko'rishimiz mumkin. Bular juda ham yumshoq konservant hisoblanadi va intim gellarda bo'lishi mumkin. Mana o'ylaymanki, biz ko'rib chiqqan intim gellarni tarkibidan keyin siz o'zingizga intim gel tanlashingiz osonlashadi. Agarda intim gel tanlashga qiynalsangiz, unda shifokoringizga murojaat qiling, u sizga yordam beradi. Keling, bugungi modulimiz yakunida nimalar haqida gaplashganimizni eslab o'tamiz. Intim gigiyenani eng katta 3 ta qoidasi bor. Birinchisi, bu o'zingizga nisbatan yumshoq muomalada bo'ling. Bu degani agressiv gellardan foydalanmang. Qattiq hech nimani artmang. Ikkinchisi, intim gel tanlaganingizda maksimal neytral bo'lganlarni tanlang. Hech qanaqa parfyum, hid, aromatizator, pavlarsiz bo'lganlarni tanlashga harakat qiling. Va uchinchisi, agarda sizni biror narsa bezovta qilsa, o'zingiz davolashga harakat qilmang. Yaxshisi shifokorga murojaat qiling. Shuni bilingki, sizni tanangiz juda ham aqlli. U o'z-o'ziga parvarish qila oladi. Faqatgina unga xalaqit berish kerak emas. Shuni unutmangki, o'z-o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik oddiy har kungi odatlardan tashkil topadi. Keyingi modulda siz bilan ko'rishguncha. Keyingi mavzuyimiz menstrual sikl bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.